Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan respublikamiz bo'ylab tashkil etilayotgan yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqasi start oldi. Ushbu yangi formatdagi sport tadbirini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad milliy terma jamoa uchun raqobatbardosh va iqtidorli yoshlarni saralab olish, o'g'il-qizlar orasida ommaviy sport targ'ibotini yanada kuchaytirishdan iboratdir. Shu munosabat bilan Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda 9 ta sport federatsiyasi, Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi jamoasi hamda Toshkent shahar sport boshqarmasining mutasaddilari ishtirok etdilar. Yig'ilish davomida mazkur nufuzli musobaqaga tayyorgarlik ko'rish, sportchilar va trenerlar uchun shart-sharoitlar yaratish hamda unda munosib ishtirok etish masalalari muhokama qilindi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, Toshkent shahrida mazkur nufuzli musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rildi. 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va qizlar 3 ta bosqichda mintaqaviy, ya'ni tuman va shaharlararo, viloyat va respublika miqyosida imkoniyatlarini namoyish etishga kirishdilar. Turnir davomida boks, basketbol, badiiy gimnastika, dzyudo, yengil va og'ir atletika, stol tennisi, taekvondo WT, erkin va yunon-rum kurashi bo'yicha g'olib va sovrindorlar aniqlab olinadi. Viloyat bosqichi g'oliblari yil yakunida Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasida 3-bosqich sifatida o'tkaziladigan Prezident olimpiadasida ishtirok etadi. Unda 1 va 2 o'rinlarni egallagan sportchilar Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaziga qabul qilinadi.